barchaga Oriflame kompaniyasining iforlarini yaxshi ko'radigan bizlarning brend hamkorlarimiz, yangi a'zo bo'lgan mijozlar hamda yangi hamkorlarimiz. Nariroqqa qochib tur. Juda ham любопытный. Kayfiyatlari yaxshimi? Mana oldimga ko'rib turganinglardek iforlarimni ochib olganman. Bu men ishlatadigan iforlar. Bugun kompaniyamiz tomonidan ajoyib tadbir bo'lib o'tdi. Ya'ni mana shu bizning eng mukammal beqiyos iforlarimiz uchun va ularni qanaqa qilib yaratilishi, ularni qanaqa qilib ishlatilishi, ularning ichidagi notalari va ularni qanaqa qilib insonlarga tavsiya qilishni bugun bizga o'rgatishdi. Shu bugungi tadbirdan olgan bilimlarimizni sizlar bilan bo'lishamiz. To'g'ri, endi mukammal bo'lmasa ham qo'ldan kelguncha sizlarga tushuntirishga yordam beramiz. Xullas, kelinglar, o'zim tanishtirib o'taman. Oriflame kompaniyasining brend ambasadoriman, Oriflame kompaniyasining brend partnyoriman. Jo'rayeva Shahnoza, yoshim 45da, inshaalloh 45 ga to'laman. Va Oriflame kompaniyasining mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'raman. Va hozir mana ko'rib turganinglardek, agar ko'rinib turgan bo'lsa, Oriflame kompaniyasining barcha atirlarini o'zim sevib, yaxshi ko'rib ishlataman. Va sizlarga ham tavsiya qilaman Oriflamening barcha iforlarini yaxshi ko'rib ishlatishga. Bugungi tadbirimizning nomi o'z Scan Your Modes, kayfiyatingizni hidini kashf qiling, ya'ni tarjimasi nima edi? Madina yordam berib yuboring, boya tarjima qilgan edik. Madina, kayfiyatingiz iforini tanlang. Ya'ni kayfiyatingiz iforini tanlang. Ya'ni biz insonlarga iforlarni tavsiya qilayotganimizda bugun zo'r ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu nima deydi? Biz brend hamkorlar juda ko'pchiligimiz bu narsa haqida xabarimiz yo'q. Ya'ni xabarimiz bo'lmagan bo'lishi mumkin, balki bo'lgan bo'lishi mumkin. Meni xabarim yo'q edi. Ya'ni iforni qanaqa qilib insonlarga tavsiya qilish. Ular bizdan so'raydi. Agar sizlarda ham shunday bo'ladigan bo'lsa, ya'ni iforlarimiz, siz qanaqa iforlarni yaxshi ko'rasiz, qanaqa hidlarni yaxshi ko'rasiz deb biz ulardan so'raymiz, yoki ular bo'lmasa bizga iforlarni xarid qilmoqchi bo'lganida aytadigan so'zlari menga shirin hid yoqadi yoki bo'lmasam dengiz hidi yoqadi. Bu birinchi tavsiya qilayotganimizda atirlarni eng katta xatomiz ekan. Ya'ni biz mana bundan dengizni hidi keladi, mana bundan esa olmani hidi keladi yoki mevani hidi keladi deb tavsiya qilishimiz bu noto'g'ri ekan. Ya'ni biz ularga tavsiya qilayotganimizda iforlarni ya'ni siz uni kayfiyatiga qarab berishingiz kerak ekan. Har bitta hozir darsimiz davomida bilib olasizlar, har bitta iforimiz kayfiyat, ya'ni sizga kayfiyat, qanaqa kayfiyat berish haqida ma'lumot beradi. Iforlarimizda bilasizlar 3 xil nota bor. Ya'ni Madina, birinchi slaydga qaytarsangiz, bizani iforlarimizda mana ko'rib turganinglardek 3 xil notasi bor. Ya'ni bu piramida hisoblanadi. Birinchisi bu top, ya'ni bazaviy notalar. Bu birinchi sepganingizda sizda qoldiradigan nima deydi? Sizda qoldiradigan hissiyot. Ya'ni iforni birinchi sepganimizda voy deymiz yoki bo'lmasam wow deymiz. Mana shu top hisoblanar ekan. Ikkinchisi esa bu yurak. Birinchi notamiz 15 daqiqagacha o'zini saqlab turadi. Ikkinchi notamiz esa 15 daqiqadan 6 soatgacha va uchinchi bizani bazaviy notamiz
6 soatdan 24 soatgacha o'zini hissiyotini sizda saqlab turar ekan. Ya'ni bizni iforlarimizda 3 xil nota bo'lib, bu sizni kun davomida sizdan har xil hidlar taratib turish xususiyatiga ega ekan. Ya'ni iforni sepganingizda bo'ldi, o'sha ifor sizdan kun davomida o'sha hidda turmas ekan. Xuddi mana bu piramidada har xil, ya'ni 3 ta bo'lakka bo'lingan, sizda 3 ta etapda 3 xil hidni berar ekan. Keyingi slaydimizga o'tamiz, Madina. Oriflame iforlari juda ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Oriflame iforlarini bizani eng qimmat, eng kuchli parfyumerlar yaratadi. Bularni hozir agar duty free ga kirgan bo'lsangiz, duty free atirlarini xarid qilib olgan bo'lsangiz, ularni yoki hidlab ko'rsangiz, bizni aromatlarimizni notalari ularda ham mavjud. Mana bu parfyumerlar, o'sha iforlarni yaratgan parfyumerlar bizni ham parfyumlarimizni yaratgan. Rasmda mana ko'rib turibsizlar, qaysi parfyumer qaysi iforlarni yaratganligi haqida. Ya'ni bu parfyumerlar haqida keyingi dars jarayonimizda Hamdam va Nargiza tomonidan eshitib o'tasizlar. Keyingi slaydimiz. Bizani iforlarimizni unikalniy tarafi, qaranglar. Mana hozir mana Whispers iforini men yaxshi ko'raman. Bunda bu iforimiz pudroviy hid beradi. Buni уже ikkitasini tugatdim. Bu uchinchisi, kecha ochgan edim. Juda ham zo'r ifor. Bu iforlarni yaratishda juda ham qimmatbaho yaratuvchilar mana shu flakonlarini yaratar ekan. Qaranglar. Mana bu qopqog'iga e'tibor bersanglar, rakushka yoki toshga o'xshaydi. Buni ushlaganinglarda nima deydi? Sheloshovanie takoy ajoyib ushlaganingizda ham sizga ajoyib kayfiyat baxsh etadi. Xullas, iforlarimizni flakonlari ham sizga kayfiyat baxsh etar ekan. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Ya'ni harakat qilyapman, ushbu kompaniyamiz xodimlari bizga tushuntirgandek sizlarga tushuntirishga. Agar savolinglar bo'lsa, keyin bemalol yozsanglar, savolinglarga ham javob beramiz. Bizani 80% iforlarimiz juda ham yuqori texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan va yana bitta zo'r tarafi iforimizni, bu iforimiz yo'q. Agar ko'rgan bo'lsanglar, kataloglarimizda chiqadi. 3 xil, bir xil flakonda 3 xil iforimiz bor. O'sha iforimizni sun'iy intellekt orqali yaratishgan. Qaranglar, mana iforlarimiz har xil nagradalar olgan. Ya'ni hozir eng zo'r nagrada olgan iforimiz bu, buni qorasi yo'q ekan. Ya'ni 8 soat turadigan iforimiz. Buni zo'r tarafi, fishka tarafi, odamlarni qanaqa qilib jalb qilishingiz uchun, qarang. Bu iforni sepasiz. Bu iforni sepganingizdan keyin bu ifor hattoki 75 kvadrat, ya'ni Toshkentda hisob qilib oladigan bo'lsak, 3 xonali uyni o'sha 75 kvadratgacha hidini berar ekan. Agar siz odamni jalb qilmoqchi bo'lsangiz, komandangizga taklif qilmoqchi bo'lsangiz va u odam sizdan qanaqa atir sepgansiz deb so'rashini xohlasangiz, ushbu iforni sepasiz va bemalol o'sha nima deydi, boradigan joyingizdan o'tib ketadigan bo'lsangiz, ushbu iforni hidlaganidan keyin sizni orqangizdan yugurib yetib keladi. Iforlarimizni eng beqiyoslik tarafi mana shu 5 ta sabab bor ekan. Birinchisi bu ekspertizadan iforlarimiz o'tadi. Ikkinchisi bu iforlarimizni dizayni, ko'rsanglar mana har xil dizaynga mos. Uchinchisi esa portfolio, ya'ni iforlarimizni yaratilish jarayoni. Keyingisi kачество, ya'ni iforlarimizni qanchalik ko'p talabga javob berishi.
va oxirgisi esa iforlarimizni olgan yutuqlari, ya'ni nagradalari. Aromatlarimiz bizada nafaqat sepganimizda boshqa insonlarni jalb qilish uchun, balki bizni kayfiyatimizni ko'tarish uchun ham ishlatilishi juda ham muhim. Ya'ni iforni sepayotganingizda, agar sizda hidlab ko'rganingizda, agar sizda kayfiyatingizni ko'taradigan nima deydi, mana iforni hidladik, agar siz kayfiyatingiz ko'tarilib ketsa, bilingki, bu sizni iforingiz hisoblanadi. Agar voy deydigan bo'lsangiz, yoqmagan atirni agar e'tibor bersangiz, kun davomida o'sha ifor sizda ketmaydi. Chunki u sizga yoqmagan bo'ladi, ya'ni sizni ongingizga u ifor o'tirib qolgan bo'ladi. Iforlarimiz juda ham emotsiyalarga boy. Ya'ni sizni kayfiyatingizni mana videomizni Madina qo'yib bersangiz, hozir bundan oldingi videomiz bor edi. Iforlarimiz bu sizni vizitning kartochkangiz hisoblanadi. Biror joyga siz agar ifor boya aytib o'tganimdek sepib boradigan bo'lsangiz, o'sha yerda sizni qanaqa insonligingizni kashf qiladi. Ya'ni iforlarimizda har bittasi qayerga, qaysi vaqtda ishlatilish uchun barcha ma'lumotlar bor va bizga mana bugun kayfiyatingiz ifori degan mana shunaqa broshuralar berildi. Bu yerda har bitta iforni qanaqa notalari va qaysi vaqt ishlatilishi va necha soatgacha turishlari haqida juda ham zo'r ma'lumotlar berildi. Agar imkoni bo'lsa, buni skaner qilib sizlarga ham tashlab beramiz. Chiqarib olib, bemalol komandalaring bilan bo'lishsanglar bo'ladi. Iforlar darsi hech qachon to'xtamaydi, tugamaydi. Endi esa kelinglar, bu iforlarni yaratilishini eshitib o'tamiz. Hozirgi so'z navbatini Hamdam va Nargizaxonga beramiz. Nargiza? Assalomu alaykum. Hammaga eshitilyaptimi? Bugun bizga shunaqa juda ham hammani sevimli mavzusi bo'lgan aromatlarni berishibdi. Meni ham aromatlarim hammasi shu yerda. Va kelinglar, agar nima deydi, haligi parfumerlarga slaydga o'talsangiz zo'r bo'lardi. Давайте вообще-то aromatlar haqida aytamiz. Aromatlar qanaqa bo'ladida? Ko'pchilik aytadi, mana tualetniy voda, parfyum yoki bo'lmasa duhi deyishadi. Albatta aromatlar 4 turda bo'ladi. Birinchisi bu spreylar, ikkinchisi tualetniy voda, uchinchisi parfyum suvida, parfumerniy voda va oxirgisi duhi hisoblanadi. Ya'ni biz hozirgi kunda masalan yozda ko'proq spreylarni ishlatamiz, потому что ular yengil va tez-tez almashtirib tursa bo'ladi. Tualetniy vodada uni ham nima deydi? Ushlab turish soati, ya'ni hidni ushlab turish soati ancha kamroq bo'ladi. Parfyum va duhilarda уже bu narsa cho'ziladi. Masalan, 8 soat, 10 soatda, 12 soat ko'proq aromatimiz demak o'zini hidini ushlab turadi. Mana ko'rib turibsizlar, parfumerlarda, ya'ni Oriflame juda ham takoy taniqli parfumerlar bilan faoliyat yuritadi va bu parfumerlar не только Oriflame'ga balki masalan Fabrice Pellegrim, Hermes, Jo Malonda Kilian degan atirlar bor. Aynan o'shalarda Fabrice Pellegrim chiqargan atirlar bor firmalarda yoki masalan Natalia Larsonda, Yves Saint Laurentda Black Opium degan atirni agar bilsalaring yoki
Flora by Gucci'ni bilsalaring, ya'ni u aromatlarda aynan Natalie Larson ishlab chiqargan. Va u aromatlarda boya Shahnoz aytdi, qayerdadir hidlaganingizda yoki bo'lmasa eshitganingizda o'sha hidlarni voy juda ham o'xshash aromat ekan-ku deysiz. Sababi baribir har bitta odamda o'zini pocherki imzosi bo'lgandek, ana shu aromatlarda ham o'zini, ya'ni o'sha parfyumerda pocherki bo'ladi, ya'ni bir-biriga o'xshab ketadi. Masalan, mana bu atirimizni bilasizlar, bu bizda Cherry on Top atiri. Cherry on Top atirni ham aynan Tom Ford Cherry'ni ishlab chiqargan, parfyumer ishlab chiqargan. Ya'ni u aynan shunaqa olchalar bilan ishlagani uchun bunimiz ham aynan olchali aromat hisoblanadi. Va bilasizlar, juda ham такой приятный aromat. Вот. Keyin yana bizga shunaqa chiroyli faktlar aytishdi, что Oriflame'da juda ham такой qimmatbaho naturalniy yog'lar naturalniy yog'lar qo'shilar ekan aromatlarga. Sababi sun'iy yog'lar bo'lar ekan, naturalniy yog'larda Oriflame'da aromatlarga o'sha naturalniy yog'lar qo'shilgani uchun, moylar qo'shilgani uchun ularning hidlari anchagacha qolar ekan. Masalan, o'sha Giordani Gold Essence'imizda, mana bu Giordani Supreme'da вообще atirlarimiz qilsalaring, shlefoviy aromat deyiladi. Bu anchagacha o'zidan bu shu hidda qoldirib turadi. O'sha hidlar bo'yicha masalan atirlar tanlashda aytishganda, masalan, men ayrimlariga to'xtalib o'taman. Masalan, Morskoy освежающий. O'ylaymanki, ko'pchilikka, особенно yozda aynan shunaqa Morskoy такой suvda keladigan aromatlar yoqadi. Shu jumladan menga ham, mana men sevimli Nordikim, rosa ham yaxshi ko'raman bu atirni. Aynan свежесть, потому что biz suvdan uzoqda yuramiz, yashaymiz, то есть shu sababli bizga свежесть kerak. Agar bilsalaring, mana shu Nordikda aynan shunisini tarkibida o'sha kaskalone degan molekula bor va u molekula qizib turgan badaningizga sepganingizda shunaqa zo'r свежесть beradi, освежать qiladi, prям muzdek bo'lib qoladi. Ko'rib turganlaringdek, даже dizaynda ham shunaqa suvni shaklini berib turadigan aromat. Bunga Joyce kiradi, Morskoy atirlarimizga Lucia Bright Aura kiradi va mana bu Off Scope. Boya Shahnoz shunga to'xtalib o'tdi. Scope atirlarimiz haqiqatda mana hozir ikki xili. Bu atirlarimiz искусственный intellekt yordamida ishlab chiqarilgan va bu unisex atirlar hisoblanadi. Ya'ni erkaklar va ayollarga birdek mos tushadigan atirlar. Va bu atirlarda mana aynan zilonnisi bu energiya beradigan atir, ya'ni miya neyronlariga shunaqa ta'sir qiladi. U energiya beradi. Menga rosa yoqqanda mana ozgina qolgan. Rosa hidi menga prям tushgan, yaxshi ko'raman. Bu takoy uyuta beradi, ya'ni tinchlik, xotirjamlik, kim sokinlikni yaxshi ko'radigan, kim tinchlikni yaxshi ko'radigan bo'lsa, bu aromatimiz aynan o'shalar uchun. Mana baxt va energiyani hissini beradigan atirlarimiz tarkibida mandarin, nok va ilang bo'lar ekan. Aynan ularga mana yashil skopimiz Miss Giordani Infinity'da atirlar kirar ekan. Shuning uchun agar kim energichniy, ko'p ishlayman-da, chiroyli rezultatlar qilaman desa, albatta o'ziga mana shunaqa skopni yashilni olsin. Вообще hidi shikarniy, ishoninglar. Atirlarda ozgina qanday sepilishiga ozgina to'xtalib o'taman. Ya'ni atirlar qanchalik ko'p turishni xohlasalaring, ya'ni bitta lifehacklardan biri o'zi tender care balzamlarimiz bor. Agar balzamchalarni mana joyiga surib olib, keyin ustidan atir sepsalaring, atirlaring anchagacha hidi qoladi. Va atir полностью такой yaxshi bo'lib-da, слишком резкий kelmasin desalaring, ozgina sepib tepaga tagidan o'tsalaring, sochlaringga tushadi. Такой yengil hid keladi. Va agar Shahnoz aytgandek, agar atir sizga tushganini bilmoqchi bo'lsangiz, agar sizga hidi kelmay boshqalarga hidi kelsa, demak bu atir sizga tushgan bo'ladi. Agar nabarot sizga tinmasdan hidi kelib tursa-da va bu sizni ko'nglingizni aynitsa yoki bo'lmasa boshingizni og'ritsa, demak bu atir sizga tushmagan bo'ladi. Har bitta odamda atir o'zgacha hid bilan taraladi. Va hozir Mahfuz boya aytganda aromat psixologlar ham hatto bor. Psixologlar aromat bilan, ya'ni sizni
omadga erishishda yoki bo'lmasam qanaqadir женственный bo'lish, bu ham hozirda aromatlarga bog'liq ko'p ekan. Chunki yerda efirniy maslalar bor, bilasizlar, va o'sha efirniy maslalar miyamizga ta'sir qilgan holatda, ya'ni shu yo'nalishga nisbatan yana ham qiziqishimizni, yana ham ishlashimizni orttirib berar ekan. O'zim bir nimaga borganimda ham magazinga aynan mana shuni aromatpsixolog bilan ko'rishib qolganmiz va menga ko'proq murskoy aromatlar, morskoy aromatlar yoqadi desam, shunda o'sha ayol aytgan, sizda demak murskaya energiya ko'proq ekan. Harakat qiling, женственныйda, цветочный, там восточный aromatlar sepib yurishga, o'zingizdagi женский energiyani oshirish uchun degan. Shuning uchun agar sizlarda ham женский energiya kamroq bo'lsa, mana shunaqa aromatlardan sepib yuringlar. Вот. Endi aromatlarimizni qanday qilib, mana bilamiz, aromatlarni hidlab bo'lmaydi, reklama qilayotganda sotsial tarmoqlarda, lekin uni qanday qilib prepodnести qilishdi, bizga ambasadorimiz Madina Eshmetova aytib beradilar. Nargiz, to'xtang, hozir Madina chiqishidan oldin yana bitta narsani aytib o'tay. Tak. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana ko'rib turganinglarda Nordic Water atiri bor. Men женский hamda mujskoy iforni ikkalovini birga ochganman. Juda ham yaxshi ko'raman. Agar sizlar ham unikalniy, ya'ni boshqacha hid taralishini xohlasanglar, mana shu mujskoy hamda женский iforni ikkalovini chambarchas qilib birga sepadigan bo'lsanglar, umuman boshqacha hid keladi. Chunki buni notalarida birinchi yurak notalari bir xil bo'lib, keyingi qolgan ikkita notasi umuman boshqa. Shuning uchun tavsiya qilaman. Tavsiya qiladigan iforlarimni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ham erkaklar, ham ayollar birgalikda mana shu iforni sepsa, umuman boshqacha, ya'ni uniseksi, bilasizlar, bir atirlarimiz bor. U atirlar ham erkaklar, ham ayollar ishlatsa bo'ladi. Mana shu iforni tavsiya qilaman, birgalikda er-xotin aralash qilib ishlatishinglarni. Va yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bugun bizga juda ham zo'r o'yin qilib o'tdi, sovg'alar o'yini, va sizlar ham komandanglarda shunaqa o'yinlar qilsanglar bo'ladi. Ya'ni iforlarimizni mana ko'rib turganinglarda mana bunaqa qog'ozlar berdi bizga. Ya'ni strukturalarda agar shunaqa qilib iforlar haqida biron bir tadbir qiladigan bo'lsanglar, albatta ushbu o'yinni o'tkazinglar. Ya'ni har bitta iforni ichidagi notalari, nimalar ishlatilishi, rasmi, buni siz har xil iforlarnikini chiqarib olasiz. Ya'ni o'zingiz bilasiz, bu qaysi iforga maxsusligini, va siz o'sha kelgan insonlarga ushbu qog'ozlarni tarqatasiz va ulardan so'raysiz, bu qaysi ifor, va ular sizga to'g'ri javob beradigan bo'lsa, albatta sovg'alaringizni taqdim qilasiz. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Bugun hammamizga o'sha ofisga kelgan 80 ta odamni ichida nechta, Nargiz? 10 kishi g'olib bo'ldik. Biz ham 2 kishi bitta bo'ldi. Bitta sovg'ani bo'lishib olish uchun va kelgan nima deydi, yutdik. Xullas, kelgan odamimizga ushbu sovg'ani sovg'a qildik. Mana shunaqa o'yinlar ham o'tkazib tursa, bu komandaning ichida yanada nima deydi, kayfiyat baxsh etadi. Iforlarni albatta nima deydi, yaxshi ko'rishiga sababchi bo'ladi. Va yana bitta kecha o'zim uchun bitta nima ochdim. Mana bu iforni oldim. Yangi chiqqan bizning iforimiz, nomi nima edi buni? Rose katalogimizda bor. Siyoh rangi hamda rozoviysi chiqqan. Atirgulni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, albatta mana shu iforni olinglar. Buni ichida ham pudra bor. Mana bunaqaga Whispers iforiga o'xshagan pudraning hidi ham bor. Ichidagi notalarini bilmayman, no atirgul borligini bilaman, juda ham yoqdi va o'zi ishlatishni boshladim. Mana shu iforni ham olishinglarni tavsiya qilaman. Biz topolmagan atir hozir mana gapingizdan. Shumikan? Gapingizni oldim. Yo'q, buni fioletoviy ekan, qizlar. Bizda
haqiqatda hammamizga qog'oz berdi va qog'ozda o'sha har bitta notalarni yozgan edi va pachuli hamda marmelad deb yozilgan edi. Mani nimagadir xayolimga osvit keldi. Потому что marmelad mana shuna shirinliklarda bizda osvit atri bo'lar edi. Bitta xatoyimiz, hali yangi chiqqan atirni notalariga e'tibor bermay qolganim bo'pti. Akasi siyoh rang atirimizda mana shuni siyoh rangida aynan pachuli bilan marmelad ekan. Так что bilib olinglar, agar qayerdadir shunaqa so'rab qolishsa, aynan mana shu iforimiz bo'lar ekan. И hozir aytganimdek, efirniy maslalarda agar kim pozesni bilsa, pozes absolut bu menda, buni 3 xili bor. Menda absoluti nimaga bu menga yoqadi. Buni tarkibida granat, ya'ni anor ekstrakti bor va boya aytgandek miya neyronlarga ta'sir qiladi mana shunaqa efirniy maslalar va anor azaldan bu boylik belgisi hisoblanganda, donachalari ko'p, boylik, bogatство belgisi bo'lgan. Shuning uchun mana shu pozis absolutni olib, ozgina sepib yursangiz, menimcha bu qadar o'zingizga pul chaqirasizda, baraka chaqirasizda va boy ayol bo'lib yurasiz. Tavsiya qilaman. Va yana bitta tavsiya qiladigan tarafim, ifor olganingizda bitta ifor bilan chegaralanib qolmang, chunki siz bir kunda 2-3 joyga borishingiz mumkin, kechqurun to'yga, kunduzi esa ishga va bolalarni olishga bog'chaga yoki bo'lmasam maktabga-da biron bir tadbirga borishingiz mumkin. Shuning uchun u joylarga borganingizda har xil iforlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Tavsiya qilaman mijozlarga hamda brend hamkorlarga Oriflame kompaniyasini 5-6 xil iforlarini olinglar va bu yoqmadi demanglar. Bu keyinchalik sizga yoqib ketishi ham mumkin. Endi iforlarimni maqtan olmayman, chunki bir 50 tagacha yaqin iforim bor. Bo'ldi, endi davaychi Madinaga so'z beramiz. Madina ham kutib qoldi, Nargiz. Da. Madin. Xayrli kech hammaga yana bir bor. Uzr, ishlarim chiqib qoldi. Kelinglar, o'zim tanishtiraman. Avvalo eshitilyaptimi, prezentatsiya ko'rinyaptimi? Yozib boringlar. Ha, eshitilyapti ham, ko'rinyapti ham, Madina. Unda tanimaganlarga o'zim tanishtiraman. Ismim Madina Eshmetova, lekin Madina Shams sifatida ko'pchilik taniydi. Kompaniya brend ambasadori va global ambasadoriman. Bugun sizlarga mana iforlar haqida juda ham zo'r ma'lumotlar berishdi Shahnoz opa, Nargiz opa. Endi bu iforlarimizni sotsial tarmoqlarda, ya'ni Instagram, Telegram, internetda qanday tavsiya qilishni fishkalarini aytaman sizlarga. Chunki biza brend ambasadorlar aynan mana shu fishkalar bilan ishlaymiz, insonlarga taklif qilamiz. Aytishingiz mumkin, iforni qanday qildirish mumkin? Ya'ni internetdan hidini hidlab bo'lmaydi-ku deb o'ylashingiz mumkin, lekin hozirda hamma narsaning iloji bor. Agar siz iforni insonlarga hidi qanaqaligini yetkazishni xohlaydigan bo'lsangiz, buni vizual har xil yo'llari bor. Misol uchun mana bu rasmga qarang. Rasmda ko'rishingiz mumkin, ranglar, rasmlar hissiyotlarni ifodalab beradi. Mana shu hissiyotlarni ifodalovchi atirlarni ham siz taklif qilganingizda insonlar taxminan bu atir, bu parfyum qanday hid berishini tasavvur qilishi mumkin. Misol uchun mana rasmda qaranglar, xayolparast va romantiklar uchun rozvoy, ochiq rangdagi pushti ranglar va nejniy turli kiyimlar, gullar qizlarni ko'rsatyapti, xayol surib turgan romantikni. Demak, bizda mana bu berilgan atirlarimiz mana shunaqa ifor taratadi. Yoki oxiridagi pastligini ko'rsanglar, qip-qizil rangda hissiy va sirli deganda, qizil rang ko'pincha hissiyot belgisini bildiradi va shunga gul, ayol, atirgul, smarodina bunda ko'rinib turibdiki, bu hissiyot qo'zg'atuvchi sirli iforlardan va qolganlarga ham misol tariqasida qo'yilgan. Bizada qaranglar, erkaklarda 3 xil ekanda, 3 xil kategoriyaga bo'linar ekan atirlar. Lekin ayollarda 6 xil. Ya'ni ayollarning kayfiyati har xil bo'ladi. Kun davomida ham har xil anekdotlar, videolar bor-ku, ayol kishini kayfiyati xuddi yurak uradigan chiziq bor-ku, o'shanga o'xshab har xil bo'lsa, erkaklarniki bir xilda ketadi. Ya'ni biz
bir kunning ichida har xil kayfiyatda bo'lishimiz mumkin, lekin erkaklar kuchli va ishonchli kategoriyaga musaffo va energetik, nafslik va mutanosiblik, ya'ni 3 xil kategoriyadagi erkaklarni tanlovi mana shu atirlarda bo'ladi. Kimdir sportivniy bo'ladi, kimdir sarguzashtlarni yaxshi ko'radi, kimdir klassik, jiddiy bo'ladi. Mana shu iforlar shularga to'g'ri keladi. Biz bu iforlarni ranglar bilan ham ifodalab berishimiz mumkin. Mana shu qatorda ko'rishinglar mumkin. Nafslik va mutanosiblikka qanaqa ranglar to'g'ri keladi, jasur va qat'iyatlikda. Ya'ni biz agar rasmlarni foydalanmoqchi bo'lsak, fonlarni, tekstlarni, ranglarni ko'proq shu ranglarni agar ifodalab bera olsangiz, siz iforni hidini yetkazib bergan bo'lasiz. Mana bu yoqda videolar qilingan, videolar orqali ham siz iforni yetkazib berishingiz mumkin. Misol uchun mana No. Espressona signora con il suo charme, una vera dadora. Bu videoda, bu meni videoyim, tanmaganlar uchun, bu videoda ko'rgan bo'lsanglar, birinchi nejniy makiyajda, kiyimda, rozviy ifor bilan balerina kapuchino deyapti. Ya'ni nejniy iforligini ko'rsatyapti. Keyingisida уже klassik korичневый ranglarda makiyaj ham o'zgargan, imij ham, qarashlar ham o'zgargan, ya'ni elegantlik ifodalovchi atirni ko'rsatib beryapti. Ya'ni ifor bilan bitta insonni obrazi ham o'zgarishi mumkin. Mana shu video ham juda zo'r chiqdi. Ayli ifor bilan kiyimlar, makiyaj, joy, hamma narsa o'zgarib sizga shu iforni ifodalab beryapti. Bu ifor qanaqaligini taxminan bilishingiz mumkin. Mana shunaqa har xil videolarni siz o'ylab topib, ideyalar qilib videolar olishingiz mumkin va Instagramlarda, Telegramlarda agar qo'yadigan bo'lsangiz, sizni kuzatuvchilaringiz, yaqinlaringiz, tanishlar, notanishlar bu ifor haqida taxminan bilib oladi. Romantik iforga kiradimi, hissiyot qo'zg'atuvchimi yoki холодный iforlarga kiradimi? Masalan, mana shu iforlar videolarimdan keyin reelslarimdan yoki Telegram gruppalarimdan odamlar yozadi. Menga mana shunaqa ifor kerak, mana shunaqami, bu nechib bo'ldi deb yozadi, qiziqib. Endi qaranglar, yana iforlarni tavsiya qilish uchun o'z hikoyangizni yaratishingiz mumkin. Mana bizani nima deydi, direktorimiz Ariflem eng katta boshlig'imiz deydilar-ku. Bular iforlarga juda ham qiziqar ekanlar va ular kolleksiya yig'ar ekanlar har xil iforlardan va gapirib beryaptilar. Ya'ni iforlar haqida gapirib beryaptilar. Hozirda odamlarga mana shunaqa videolar ham qiziq. Sizni istoriyangiz, sizni fikringiz haqida, kiyim haqida, любой narsa haqida eshitishadi. Blogerlarni eshitamiz. Siz ham shunaqa iforni yaratishingiz mumkin. I love choosing my fragrance based on how I feel, and luckily for me, Oriflame categorize their fragrances by mood. They have over 40 fragrances. Xullas, mana shunaqa videolar qilib ham o'z hikoyangizni, mana shu iforlarni nimaga tanlagansiz, shu iforlar bilan qanaqa voqealar bo'lgan, mana shu narsalarni ham aytib insonlarni qiziqtirishingiz mumkin. Har bir narsani hikoyasi bo'ladi. Har bir iforni tanlashingiz, kayfiyatingizni ham nima deydi, hikoyasi bo'ladi. Shu narsani insonlarga chiroyli yetkazib berishimiz kerak. Va Instagramda bilasizlar, storieslarimiz bor, Telegramda ham bor. Ularni sizni kuzatib turuvchi kuzatuvchilaringizni mana shunaqa har xil savollar berib, nima deydi, reaksiya qilishga undovchi narsalarni yaratishingiz mumkin. Misol uchun, mana shu ifora Jardin Gold essensiyani beryapti-da, aytyapti, bu qanaqa, ya'ni notalari qanaqa deyapti. Hamma bilganicha taxminan belgilaydi. Qiziqib belgilaydi. Masalan, menga yoqadi mana shunaqa narsalar. Har doim tekshirib ko'raman, to'g'rimi yo'qmi deb o'zim fikrimni bildirishga qarataman. Bu ham
sizni storieslaringizni aktualligini oshirib beradi. Har bosgan javob qanchalik ko'p bo'lsa, odamlar ko'proq javob bersa, sizni topga chiqishiga yordam beradi va insonlarga, ya'ni sizga podpiska bo'lmagan insonlarga ham ko'rinishi mumkin va siz yangi odamlarni jalb qilasiz. Ushbu bilimlarni endi qo'llab video olishingiz mumkin. Prezentatsiyamiz tugadi. Bugun men video ko'rinmadim, chunki administratorman. Prezentatsiyalarni ko'rsataman. Hozir oxirida anaqa qilaylik, nima deydi? Chiroyli xayrlashaylik. Madina bugun ko'rinmaydi, chunki Madina bugun slaydlarni kompyuterida qo'yib bergan. Boya bitta narsa xato ketib qolibdi. 50 ta atir ochganman debman. Shu narsani ham aytib o'tay. Atirlarim aslida 20 ta ekan ochilgan. Aldab qo'yibman ozgina. 20 ta ekan hozir sanab chiqdim. Kayfiyatim zo'rligiga atirlarim 50 ta deb o'ylabman. Ko'rdinglarmi? O'zbekchilikda endi 10 ta desa 100 ta deb ketadi-ku, shunaqa. Bugun 21-si qo'shilibdi ochgan atirlarimdan. Xullas, bugun shunaqa chiroyli tadbir bo'ldi. Ertaga xabarlar bor. Global G sayohatiga uchib ketamiz. Чемоданное настроение. No, shunga qaramasdan baribir bugungi olgan bilimlarimizni sizlar bilan bo'lishishga harakat qildik. Endi xato qilgan joylarimiz bo'lsa kechirasizlar. Agar sizlarga yordam beradigan tavsiyalar bergan bo'lsak, juda ham xursand bo'lamiz. Albatta, ushbu ma'lumotlar bilan o'z komandanglar bilan bo'lishinglar. Mana yurakcha sizlarga. Madina, siz uchun ham mana yana bitta yurakcha. Ko'rmasa. Bo'ldi, bo'lmasam yaxshi. Hammaga rahmat.